Giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish doirasida Davlat xavfsizlik xizmati hamda Ichki ishlar vazirligi hamkorligida Toshkent viloyatining Ohangaron shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda Toshkent shahrining Yangi Hayot tumanida ijara asosida yashab kelayotgan Telegram messenjeri orqali narkotik moddalar savdosini amalga oshiruvchi narko do'konning 5 nafar a'zolari qo'lga olindi. Ular 400 gram alfa PVP sintetik narkotik moddasini 0,3 grammdan qadoqlagan holda Andijon viloyatidagi mijozlarga yetkazish maqsadida olib ketayotganliklari ma'lum bo'ldi. Paketni ochib ko'ramiz. Masaka qilingan, paket ichiga solingan. O'tkir hidli giyohvand moddasiga o'xshash modda aniqlandi. Qo'lga olingan shaxslarning ko'rsatmasi asosida ular tomonidan Andijon viloyatidagi 53 ta xufiyat joyiga joylashtirilgan har biri 0,3 grammdan bo'lgan alfa PVP sintetik giyohvandlik vositasi tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Avtomashinangizda noqonuniy taqiqlangan narsa buyumlar bormi? Qayerda bor? O'zingiz ko'rsating. Oching. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, mazkur narko do'kon operatori vazifasini bajaruvchi Andijon viloyatining Izboskan tumanida yashovchi 2003-yilda tug'ilgan shaxs Yangi Hayot tumani hududida ushlanib, unga tegishli avtoulovning yukxonasi va salon qismidan 986 gramm gashish moddasi hamda 7 kilogramm alfa PVP sintetik giyohvandlik vositasi olindi. Nima bu? Narkotik modda. Bittasini sizlar xolisligini ochib ko'ramiz. Och sariq rangli, o'tkir hidli tuzsimon modda. Nima maqsadda olib yuribsiz? Shu zakladchiga 8 ta alohida qadoqlangan giyohvandlik moddalar. Bundan tashqari yana bormi avtomashinangizda? 1 kilo gashish modda. Qayerda? Shu mashinaning ichida. Ochamiz. Qolgani bu tomonda. Ta'kidlash lozimki, narko guruhlar a'zolari mamlakatimizga kontrabanda yo'li bilan keltirilgan giyohvandlik vositalarini Toshkent shahri hamda Toshkent, Andijon, Farg'ona, Namangan, Samarqand, Buxoro viloyatlarida sotish bilan shug'ullanishgan. Hozirda ularning barchasiga nisbatan Jinoyat kodeksining 25 orqali 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda.